Muammo hal bo'lgani yo'q. 31-mart kuni Oyna botiga o'zini Kapital bank xodimasi deya tanishtirgan ayol, bundan bir kun avval e'lon qilingan murojaatchi muammosini tezkor hal qilish mumkinligini bildirgan edi. Shikoyat xatida murojaatchi bankdan kreditga mashina olgani, keyin auksion orqali 12 million so'mga chiroyli avtorakam sotib olganini, biroq nomerni taqishga bank izn bermaganini bildirgan. Oyna kanali murojaatchi xatini o'z tavsiyalari bilan birga qo'shib e'lon qilgan edi. Siz Kapital bank haqida post joylagan ekansiz. Muammoni tezkor hal qilish uchun mijozning aloqa ma'lumotlarini biz bilan bo'lishishingizni so'ramoqchi edim, dedi bank xodimasi. Oyna moderatori bank bilan aloqaga kirishganidan so'ng, muammoning tezroq hal qilinishi uchun Oyna o'zidagi qo'shimcha ma'lumotlarini Kapital bank xodimasiga yetkazdi. Lekin mana bugun 2-aprel haliyam muammo hal bo'lmadi. Ko'rsatuvni